Yaxshimi ekrandagi urug'tiqanlar barliq Turpandagi butun Shinjongdagi urug'tiqanlar balkim xabaringlarda yo'q. Turpandagi Fahriy o'g'lani yaxshi naqshchi akamiz Akram Niyaz akamiz ma'lum sabab bilan doktorxonadagi shu ahvoli bilgilari chiqqan. Bo'lsa qarindoshlar shu film yurak berib taqib qo'ysak, bizniki shu isil naqshchi akamizniki ahvol naycha biz bir ham suhbatda bo'lgan bo'lsa qarindoshlar. Unda bo'lsa filmimizni oxirigacha ko'rib bergan bo'lsanglar, rahmat. Mush o'xshaydi. Yaxshi aka. Yaxshi bak. Ovozingizni anglab xo'sh bo'ldim aka. Rahmat aka. Tush vaqtimiz. Voy. O'zingiz salomat tursiz, chiqib ko'rib. Operatsiya qachon deydi? Haftaning ikkisida. Haftaning ikkisi. Butun Turpandagi naqshchi bola bilan qaç kun bir fransuz o'tagan. Ular ata uyga chiqadigan bo'ldi. Men shuni jiddiy bir qadam oldin mang'ashtiray deb chiqishim. Rahmatina. Kayfiyatingiz yaxshi to'g'ri birinchisi. Hem qolganiga partiya hukumatniki hozir texnika va deymiz, ham siyosatda yaxshi. Shu imkoniyat davolashni qo'yganimiz Qo'ygan. Bek muhim bu qoldi kelchi o'sha vaqtlarda bilib bilmay tasaddiy bexastalik qilib olmagan bo'lsak, bek nurg'ulgan yerdan uturib o'tganmiz. Gap samay. Akimizning boshida bir tekshirish bor deb anladim. Bayaz siz bilan aloqalashgan chog'imda. Bizdan topilaydigan, bizni kutadigan bir gap so'zlar bo'lsa deb qo'ying. Açımız, akımız hem de bizdeki... Preslerin aldıda tekşiriş çıkıldık ya. Nurgun tekşirişler oldu ya. Şu tanış kişiye operasyon uğraştırdı. Yılman açık. Yılman açık. Siz katı turup ben mıydı? Akam bir yerde davalın işte siz özünüz taşlap koşuyorsunuz. Katı turup ondan büyük tutuyor diye insanlar koyuyor. En yakşı enerji edemezsek özümüzden buluş gerekçe o. Enerjini özümüzden kılmasak her kanç yakşı ilgar davalın şu gamlanma özümüz taşlarsak o. Qabul qilmaydi ekan dori kullanuvchi badanga. Shunga boshqa. Asal xo'son. Barliq jutdan salomini olib chiqdim aka. Rahmatinim. Salomlar bo'lsin. Rahmat. Anda olsa davolash akilaliman. Kelib tutib olay desam, tekshirishdan vaqtini qilmasa ham bo'lmaydi ekan. Bo'ldi. Anda olsa biz qildik ishlar bo'lib qolsa, shu telefon bog'iniki yacha. Telefonni bir gap qo'ying. Ondan siz koridor chiqib boramsiz? Tonumdaki gap batdi acha. Men keldim, yaqinroq turaylik. Turpan diyardagi Akram Niyaz akamniki ayoli. Hamda müşahede doktorxonada akam bilan bilamdan bo'yatdi. Shu doktorxonaga kirib qolgan necha kun bo'ldi bugun? Biz 5-ayning 7-si aldan qatim chiqib 16 kun davolanib qaytdik doktorxonaga. Men qatim yana 6-ayning 7-si chiqdi. İkinci qatim chiqishimiz. İkinci qatim chiqishimiz. Men qatim aldan qatim qaramsa ig'riroq. To'g'ri. Endi bundan dayacha akam endi nurg'un yil xalq uchun nurg'unlagan xo'shallik ishlarga sherik bo'lib, nurg'ulgan to'y-to'yku marakalarning shu xo'shallik bo'lishiga shohid bo'lgan isli akamiz. Bizning bir davr cho'lpon akalarimiz hurmatga sazovor. Endi bu yer og'rib yetib qolgan chog'da bizning qildik ancha-muncha vazifalarimiz bo'lib qolsa, bo'lsa shu qilgan bo'lsa degan umidda akam doktorxonadagi albatta bu yerda qisat bilan bir ishlar bo'ldi. Şununla oldu bilen akamga azırak mağlup bizdeki öğreniki köngülü azırak Rahmet bir şey çıkım Allah'ım şundan korktum. Aça man to'xtam inim meni yo'qlab chiqdi deb qiya qilib to'xtang yana birisi shu davolanish xarajati nechilik ketadi ekan agarcha shu do'yin supisi orqali keng xalq ommasiga ancha-muncha yordam qilgisi bola sizni undizlarga jalab ancha-muncha ko'ngil ifodasi bo'lamda qabul etamsiz. Şunu bir soru olay diyen. Yılımı müşkengiçe bütün Turpan halkı emas, Şinjan halkıdaki nurgun buniki heveskarları, dost buradarları nurgun yardımlarını kıldı. Oçuğaşkara yoki yuşurun aletde şundak yaxşı yardımlarını kıldı. Biz aldan kıtım davalangan mezgildi mi, xeyli nurgun çıkımlarını tatkan. Endi bu kıtım operasyaya yana nurgun pul kitganlığın ettiği doktorlar. Anda olsa hem halkımızga rahmet etimiz. Asallık olsun. Yoldaşım dedi, saqib chiqqandan keyin yosh ijodiyatlari bilan yana nurg'un naqshlarni xalqimga sunma dedi. Rahmat, salomat bo'lsin. Shuning siz bilan qattiqroq turib turishingizga umid qilaman. Akam aydiyatida siz bak o'zingiz tashlatmasangiz, endi boy degandek bir telefon nomeringizni qoldirib qo'ysangiz, biz kilamgan, urug' tuqqan birodarlar undarga jalab, biz ko'nglimizni et qo'ysak deganlar bo'ldi. Bo'lsa Kolaylık olsun. Ben de buraya bir numarını. Akamın numarası siz telefonu sizde o. Akram akamniki yavfın telefon numarını ünderge çalsak bulamda. Buldu. Anda olsa ben de buraya 186
90 65 74 00. Muşunu ündarga jalap, am akamның şu yaptığın ikisi operatsiyaga tayyorlangan, aqsat çoqqum lazım buludu. Endi açam ağzıda dalamıgan bilen ko'nglida endi qanaq qilaman deb tamtira qilishmoqchi iqtisodiyotdan. Shunlashqa men aldiga bir qadam o'tib, shunday tuvanchilik bilan so'rgan bo'layacha. Yaxshi ko'ngillik shu Akram akamni yaxshi ko'rganlar, mayli 5 kun olsun, mayli 10 kun olsun, ko'ngli ifodalab qo'ysa, ashtama uyida turib qilaychu degan bir ishni biz vakolatdan mishaychib ekran orqali qilib olgan bo'lsak, ana shata yo'q acha. Maqol ana usa kan xalqimizninki mushu filmga bir tal yurak berib taqit qo'ysak, mashunaq aziz, hurmatli bir davr biz uchun xizmat qilgan, ham davomli yana xizmat qilaman deb turamish akalarimizning salomatligi uchun. Hammangizlarning arja vaqti go'zal bo'lsin. Rahmat. Hozirgi doktorxonamizning o'rni bo'lsa, Nanxu yo'ldagi Urumchi deyarda, Nanxu yo'ldagi Nanxularning shu ikkinchi doktorxonasida faqat bilamizsizlar, bayqi numaraga telefon qilganingizlar. Masalan, yaqin urug' tuqqanlar, kasbdoshlari chiqib bir yo'qlab kelaychi degan qarindoshlar bo'lsa, o'sha İkaran orqali adresini yo'llab bergan bo'ldim. Rahmat.